Akam, zavodskiy metangazlik Shinray T300 modellarimiz yetib keldi. Akam, to'ppa-to'g'ri eshitdingiz. Endi zavodskiy metangazlik Shinray T300 modellarimiz yetib keldi. Bu modelimizga naqd 3 tonnagacha bemalol yukni bossangiz bo'ladi. Zavodskiy metangazlik Shinray T300 modellarimiz Shinray Navoiy rasmiy dilerlik markazimizga yetib keldi. Akam, bunaqasidan bitta bosaversangiz, ortiqcha rasxodam, garantiyasini ham o'ldirmay, mazza qilib yurasiz. Akam, bu modelimizda salon qismini umuman gapirib o'tirmayman. T300 modelimiz legendarniy model bo'lib, salonda yog' qulayligini o'zi yo'q. Akam, kondisioner deysizmi, pechkani nomer 1 deysizmi, xullas multi rul deysizmi, korobkani zo'r deysizmi, mexanika korobkalarni ham zo'rlari o'rnatib qo'yilgan. Akam, bu asosiysi milliy brend. Pulini ham shunga yarasha chiroyli qilib qo'yamiz. 173 million 125 ming so'mga olib ketsanglar bo'lar. Akam, zavod narxida, o'zimizda rasmiy dilerlik markazimizda bemalol kelaverasizlar. Akam, shu modellarni siz o'zi pastda ko'rsatilgan telefon nomerlarga srочно telefon qilinglar, narxini to'ppa-to'g'ri eshitdingizlar. 173 million 125 ming so'm evaziga zavodskiy metangazlik Shinray T300 modellarimiz.